Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, obunachilar. Mana Angliyadan videorolik tashlaydiganlar uchun nurik. Mana yomg'irli kunlar boshlandi Angliyada. Bu yomg'irli mamlakati. Mana shu teplitsalar ichida ishlaymiz. Hamma joyda, ha, shu yerman atrofda. Ketyapmiz shaharga. Havoning tozaligini qarang, daraxtlar. Juda kislorodga boy. Ertalab soat 7. Zafar nima deysiz? Obunachilarga. Sog' bo'lib, O'zbekistonliklarga. Havosi 45 daraja issiqmish. O'zbekiston issiq hozir menimcha. Shahar aylanadi. O quyoncha qochib ketdi. Quyonchalar ham shoshmoqlar. Xullas, shunaqa gap. U quyonlar chiqadigan kun ekan. Bugun vaxtlarmi deyman ularga. Katta quyonlar bor. Qayerga? Balgar opalar ketadi bozorga. Bozorga yurishga. Mana. Oho, quyonlar yoqdan yugurib. Mana dalalari bug'doy zor. Ha, bug'doy boshlashni boshlab. Nima qush o'ldi. Ha, bo'ynaki qirg'ov anaqa stol. Mana. Xudo xolasi 1,5 oy qoldi. Vatanga qaytishga. Lekin baribir qanaqa sharoit bo'lmasin, nima bo'lmasin, vatanni sog'inadi odam. Problema ko'p bo'lsa ham, lekin baribir bu yerlar tinch joylar. Juda mana Rossiyanikida ham unaqa emas, agressiv emas odamlari. Siz bilan ishi yo'q. Yo'q, millatchilik unaqa narsa yo'q. Unaqa sivilizovan davlat. Bilmaganlar uchun, bilganlar bilan. Ishlash, yashash mazza, lekin baribir vatan sog'inchi bor. Qolgan emas ishkarli. Videoni kuzatishda davom etinglar, shaharlardan ham hozir videoroliklar qilamiz. Yomg'irli kuni qanday bo'lar ekan? Mana. Kimdir uy ishi ham. Mana otamdan qolgan dalalar degan kino ko'ruvdik. Dalalar video olish to'g'ri keldi. Yana o'sha mana Norveç shahriga keldik. Hop. Zdaniya. Borganmiz bu Norveçda aylanmagan joyimiz qolmagan. Hamma joyni ko'rib chiqqanmiz. Mana yomg'ir bu yerda ham yomg'ir yog'yapti mana. Qarang. Mazza deydi. Hozir obo, mana yog'yapti bari. O'xshib. Odamsan? Tamam. Ham barvaqanda. Kia Tesco Express. Mana eng знаменитый Yevropa davlatlariga ham bor Tesco. Gaplarimiz boshqacha eshitilaydi, o'rganib ketdi odam. Sainsburg, Tescodan keyin Sainsburg ko'rdik. Yaxshi magazinlar. Mini supermarketlar.
Qaysi gaplar. Zamzamga boraylik, qaytib patronlik beramiz. Yarım güçle dene daha. Şurada yarım gün emas. Bir ikide. Ya polya chiqsa kerak, uchinchi polya. Böyle nima deymiz? Mashinalarni yaxshi. Red Anzanger. Ödemek kuruyor. Mountain Varhesh House. Eng mana bu Angliyada eng знаменитый Primark. Eng arzon ko'p kirib savdo qiladi. Juda katta savdo qiladi. Primark. Ha? Oldum maksimum. Aha, bular polisi magazin ketdi. Nima? Qarang. Har xil bruschatkali, toshlik, sementlik, hozir endi yana toshlik keladi. Oh. Nimadan sport Center Plazadan yeysiz-chi? Shaurma. Yo'q, shaurma. Shaurma dedi, shaurma yeylik. Yedim savunması. Yoksa böyle. Bu yoqdimi? Sassiq. Beni de beraber. Yaxshi. Ben şunca içten. Qayerga boramiz? Zamzam var. Zamzam. Sport direkt. Şehirde bıcır koyuyor. Ya, bejir qilmayman. Nima qila olaman men? O'zbekistonliklar salom. Assalomu alaykum. Mana böyle Aqli podpisчиклар, hamma zo'rmi? Charchamang yana. Ahli Qashqadaryo, assalomu alaykum deydi. Qashqadaryo. Qashqadaryo hamma joyda bu, oyda ham bor. Qashqadaryo qayda yo'q, oyda yo'q. Oyda. Oyda ham bor. Yo'q, oyda chunki Oyga chiqsangiz tandir go'shti bor, kelib qolinglar deydi. He, albatta bu hazil, lekin oyga ham chiqamiz, xudo xolasa. tamam shu. Chiroyli bo'lgan. Mana daraxt qarang, o'tgan safar ko'rdik. Shu 1 yildan beri e'tibor bermay ketib ekanmiz. Bu pasini qarang-da. Pas keng, tepasi ingichka bo'lib ketgan. Ko'chalar, tor ko'chalar. Xullas shunaqa joylar. Endi video uzun bo'lib ketishi mumkin, mabodo. Yoqmaydiganlar ko'rmasa ham bo'ladi, qiziqadiganlar tarixiy joylar. Tomosha qilsa bo'ladi endi. O'zimizga ham esdalik. Keyinchalik tomosha qilib, shu vaqtlar, shu yillar shunaqa videolar olganmiz. Shunaqa joylarni kelib, endi kelib ko'ra olmasligingiz mumkin. Lekin ana videoni ko'rib o'tirsa bo'ladi. Mana bu hokimiyatim endi bilmayman-ku. Katta zdaniya. Mana shu endi
2 etaj, 3 etajli uy ichiladi. Juda pastgina. Tagi magazin hammasi. Odam yashaydi ana shunda. Lekin eski, qadim, eski, 100 yil, 200 yil bo'lganlar qo'llariga. Bular yangi emas, hammasi eski. Eski uylar bu. Mana shaharcha. Ko'chalar mana tor. Lekin shunaqa joylar ko'p. Qizig'ida, xullas. Qizig'i baribir o'z vatanimizga yetmaydi, lekin baribir sayohat qilishadi. Yaxshi, ko'rmagan narsalarni ko'rasiz. Hamma balo boboqqa. Hamma narsa bor. Grand King 1799. Oh, havo bugun yomg'ir yoqqan, juda toza bo'ldi. Anchadan beri yomg'ir yog'magani. Juda bahavo bo'ldi. Biroz ham chiroyli o'sibdi. Bunaqa joylarni endi har hafta, 2 haftaga bir chiqsak, mabodo har kun o'tadigan joyimiz bu. Go'shtga boramiz, halol magazin bor, Zamzam degan. Shundan borib go'sht olib kelamiz. Kalbasa, go'sht, choy yaxshi, hidli, aromatli choylar. Shularni olib kelamizda kerakli pomidorlar, svежий, bodirliklar, zelenlar. Qolganini mana tezkordan zakaz qilamiz. Mana bunaqa Angliya o'zi telefon butkachalari bilan tanilgan, qizil avtomobillar, 2 etajli o'ziga yarasha simvollari bor, simvolizasiya narsalar bor. Pizza xonalar bor, o'tirib tomosha bo'ladi. Bu hali ham Angliyaning bir chetidagi Norwich shahari. Norfolk, Norwich, Grey Yarmouth desanglar chiqadi. O'sha dunyoning bir chekkasi orolga joylashganda bu joylar. O'sha Grey Yarmouth dengizi o'sha Atlantik okeanga qo'shilib ketadigan dengiz atrofiga yaqin joylar bu joylar. Erkinlikka chiqdik. Firmada ishimiz yaxshi-yu, baribir qanday tushuntirsam bo'ladi. Uni kelib ishlagan odam biladi. Men sizga yaxshi atnashina qilgan bilan baribir sezib turasiz. Nima deydi bir millatchilik baribir ushib turadi ichida ular. Biz hech qachon ham past ketmaymiz. O'zimizni oldirib qo'ymaymiz. Bu joyga haqqimizni haqlaymiz. O'zbeklar quloq yerga damini beradi bu joyga. Dunyo bo'yicha ne только bir davlat o'zini haqqini haqlab oladi. Shuning uchun maslahatim yoshlarga kelsanglar ham bu joyga o'zlaringizni oldirib qo'ymanglar. Bu o'tirg'iziydi deb bo'ladi. Inson bir marta keladi hayot. Hech qachon ham o'zlaringiz shunday so'z beringlar. Yaxshi yashashga haqqim bor. Men hech kimdan kam emasman deb odam o'ziga ham o'zi motivatsiya berish kerak. Omad. Yana bir qishloq balasi. Zo'r. Bitta o'ynakari yo'q. Internet olamida kuzatib turamiz ko'p shu nimalarni. Hamma ham yaxshi, endi kimdir yoqmaydi. U har bir insonning o'zining ishi. Lekin har bir inson o'zi mukammal. Alloh bandasi. Har bir inson Alloh bandasi. Shuning uchun o'zingizni yaxshi ko'ring. Sharoit yaratishga harakat qiling. Noshukur bo'lmang, nolmang. Bu hayot o'tkinchi, tez o'tib ketadi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalanib, nimaiki bo'lsa imkoniyatdan foydalanib
shukur qilib yashash kerak. O'zingiz harakat qilmasangiz hech kim getirib Angliyaga getirib qo'ymaydi, yo boshqa Yevropaga getirib qo'ymaydi, yo Rossiyaga, yo boshqa davlatlarga. Endi shunaqa. Yo bir biznes ochib qo'ymaydi, o'zingiz qilishingiz kerak hamma narsani. Ha, ana shunaqa batirib ketdik. Ha, men o'zim obunachilarimga aytaman-da. O'zim obunachilarim. Yo'llari sog' bo'lsin. Haddashga qilibdilar, rahmat. Nimalaringga. Videolarni suhbat berib kelyapman. Juda xursand bo'lib mazza qilib ko'ryapman ko'rpa jo'jalarni. Hammaga sog'lik salomatlik tilayman. Tanigan bilganlarimni hammani nom aytsam bir kishiniki eslashib ketsa xafa bo'laman. Hammalaringizga rahmat. Opaxonlarim bo'lmani, akaxonim, ukalarim, opa-singillarim, Telegram guruhdoshlarim ishtirok etdi. Ko'pchiliklaringizni ismlaringizni bilaman endi. Ayrimlaringizni bilmasam keyin eslash qolsa xafa bo'lasiz. Lekin hammalaringizga rahmat. Kanalda o'sha guruhga o'z hissalaringizni qo'shyapsizlar. Savob deyapti, bir-birlaringizga foydalar deyapti. Bu ana shu. Endi firmadan ishdan chiqqandan keyin maza qilib sizlar bilan bir maza qilib suhbat qilaman-da. Yana uzoq yurtda bo'lgandan keyin musofir yurtlarda yurgan odamlar biladi. Baribir ming yaxshi yashagani bilan, yaxshi pul topgani bilan o'sha vatanida yurtdoshlarni sog'inib yashaydi-da odam. Shuning uchun suhbat qurib videoroliklar qilaman. Kimgadir foydam tegsa xursand bo'laman. Maqsadimiz shu yaxshilik. Mana shu Angliyadagi imoratlar, bunaqa zanalar, har xil. Endi aylanib videorolik qilsak juda ko'p vaqtimiz ham yetmaydi. Ko'pirida qiziq obyekt zanalar bor, judayam chiroyli qurilishlari. Go. Tomosha qilib yuramiz. Vaqtimiz yetganlarini mana videorolik qilib tashlaymiz. Ha, yurdim o'tini. Mana shunaqa gaplar do'stlar, mana Angliyaga kelaman deb orzu qilib yurdim. Mana 1-yil, 2-yil ham kelishim. Xullas, hamma harakat o'zidan bo'lishi kerak insonda. Mana ko'p obunachilarim so'raydi, qanday borsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi. Harakat qiling o'zingiz. Germaniyaga borish niyatim bor. Amerikaga borish niyatim bor. Xudo xolasa, amalga oshsa. Tomosha qilasiz. Tomoshaga. Tomoshaga ishlashga bormayman. Nunnatik deydi. Bo'ldi endi shu. Avvalo Xudo xayrga rizqimizni qo'shgan bo'lsa, lekin ishlab o'rganganmiz. Yo'lini topib ketaveramiz deb o'ziga borsak. Til bilish mirovoy yezik deydi-ku, dunyo tilini bilamiz. Nimoyishora 4 ta inglizcha qo'shilib ketdik. Let's go. Ketaverasiz. Endi shu rus tilini bilamiz, mukammal gaplasha olamiz. Ingliz tilini qilib majbur bo'lgan odam oldin ham bilardi-ku, bu kelganingizdan keyin gaplashib harakat qilasiz baribir. O'zingizga bo'lsa agar harakat qilib yo'lingizni topib ketasiz. Bu aytaman, o'zingizga ishoning doim.
O'zingizga ishoning. O'lma go'ro'g'li, o'lgunicha o'zingdan qolma go'ro'g'li deb otam rahmatli aytib ketganlar. Shuning uchun shunga amal qilib, birovdan muttaham bo'lmay, shunaqa yashashga harakat qilyapmiz. Ochib ketdim, mana yomg'ir yoqqan. Bugun yuragimdagi dardlarimni sizlarga aytaman-da, obrachilar. Malades, rahmat. Eng zo'r obunachilar meniki desam adashmayman, chunki hammasi yaxshi negativ yozmaydi. Qoyil nimani so'rasang shuni Xudo beradi deydi-ku. So'raymiz biz. Mana. Yaxshi niyatlar qilib. Hozir mana Zamzamga keldik. Zamzam supermarket. Zamzam. Ha, olamiz. Pomidorlar bor mana. Seviz. Rodininglar. Hamma narsa bor. Sevizda bular. Assalomu alaykum, brother. How are you? Okay? Okay. Long time I didn't see Oh. you. Good? Ryan. Oh. Wallah, rain very well. Sweet. Thank you. Bye, guys. Miyat. Yeah, Thank you. look. Mana shunaqa kirib ko'raveramiz-da. Go'shtlar. Olib qolgan bo'layapti sizlarga. Kambasalar bo'lagan. Mana shunaqa halol mahsulotlar. Qizil olasizmi? Narkoman yo'qmi aka? Yaxshisidan olaylik. Borib kelay. Hayır, yo'qqa? Qalampir bor. Bizga bor lekin qizil yeyilmayapti, sho'xam. Yo'q. Buni cheyan o'risi mallasi. Bu nima alishchalik? Buni shuna qilib Bo'la, yalvasadan ko'proq oling, Qashqadaryoliklar yer ko'rmang. Go'sht ko'p yeyish kerak. go'sht olaman o'rniga. 5 kilo oling go'sht. Mana buni so'ralang. 3 kilo olasiz. 3 kilo, 4 kilo olaman. Ha, bo'ldi. Ahmad, give me one more. No. I eat the kuma. Qo'y go'shti olyapmiz. 2 kilo. Bir duxovka dumlama qilib. Good. Oil now? Oil. Look, after after beating them. I leave it for you. Come back. Yeah. 2, 3, you come back. Ha. Oh yeah. Bol go'sht kerakmi? Hopsi? Nima olasiz? Qo'y go'shti. Hopsi. Qo'y go'shti. 2 kilo. Bol go'shti. Bu yerga laf. O'zimizga bol go'shti. Osh-poshga. Beef meat. Kilogram. Bol. Go'shti. O'zimizga Ha. 2 olgan? Yo'q, hopsi. Osh-poshga. Bu hopsi bu. Hopsi. Ma karam zakaz qilma, keladi. Keladimi? 2 kilo. Bo'ldim 3 kilo go'sht yetadi? Yetadi. Yetadi, bo'pti. O'zi mana 2 kilosi bugun tugaydi. Ha. Anything else, Abba? Done. Barakallahu fik. Barakalloh. Tashakkur. Teşekkür ederim. Thank you very much. Thank you very much, Abba. Thank you very much. Tamam. Shoxon? Xullas mana shunaqa narsalar olyapmiz-da. Hammasini ko'rsatishga shartlar. Boricha. Mana yaxshi narsalar ko'p Zamzam. Bodring, bunaqa salatlar, hamma narsalar bor. Mazza qilib o'z yeydigan narsalarni topsangiz bo'ladi. Inanmaysiz.
Yaxshi magazin, kichkina edi, lekin hamma narsa. Navot ham bor ekan endi. Mana chaqchuqlar. Hamma narsa. Modam deysiz. Hamma narsa. Qimmat emas. Bizda 329 so'm sterling. Modamlardan olingiz yaxshi ish. Meni ham yoqadi menga. Men olaman. Xullas pomidor olib ketamiz. Boshqa magazin. Mana yana o'sha Norwich Angliyadagi Norwich shaharchasi. Odam o'tgan yil ishlab ketganmiz. Ko'p aylanganmiz. 6 oy davomida har hafta chiqqanman. 6 oyga necha hafta bo'lsa, har hafta aylangan chiqqanman. 1,5 qolmagan bo'lsam, bu yil hozircha ko'p chiqmayapman. Chunki ko'p aylanganmiz. Uncha baribir qiziqarli, lekin uyga ketgan payt baribir odam qaytgisi keladi bu joylarga. Chunki juda tarixiy joylar. Qiziqarli, ya'ni yashagim kelmaydi, deydi, absolut O'zbekiston kelmaydi baribir. Lekin baribir boshqacha, tinch. Insonning qadri yaxshi. Hamma tomondan. Xullas, ko'p vaqt o'g'irdim. Bag'atni. UK. Nimani? Festivalni nima bo'laygan? Ha, 25-maygami? Turib kechasiga Ono, kino, e'lon. There's flowers. Böyle şurada gülle satar. Bunu qulupnay sotayotgan ekan. bizniki emasmi? Bepul yeymiz biz shu qulupnaylarni. Pomidorlarni qarang, qancha. Dahshat pomidor. Boshqacha. Tomatos. Tomato. Mana. Telefonlar qiziquvchilar o'zi uni telefonlarni narxi. 13 Pro yo'qmi? 13. Mana. 13 mi? 13 ta o'zi. 339 mi? Yaxshimi shu? Öyle ha. O'rtacha. Har xili bor ekan. Eng yaxshisi qaysi? 15 Pro Max eng zo'ri. 15 Pro Max 759 funt sterling. I want deb ketaveradi ular. Unda kuni yapadi. Yeah, go. So. Tor ko'chalar. Mana sayohatimiz ham yakun topyapti. Xullas, endi
Ketamiz avtobusga minib. Let's go. Hozir magazinga kirib chiqaylik. Hozirroq narsalar olamiz, ketamiz. Tak, avtobusni ko'ramiz. 31 deydi. Qani? 84. Tepadagi. 84. 84. 31. Magazin kirib chiqamiz. Sabzi olamiz. Chesnak olishimiz kerak. Sho'rva qilamiz. Shunga. Bas. Pul bo'lsa jangalda sho'rva deydi. Hamma narsa oldik. Bo'ldi. Mana bunaqa pashtet olinglar. Bu yerdagi do'stlarim aytdim. Arzon, yaxshi ekan, mazali ekan. Olib olaman.